Hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimizda sizlar bilan Reels orqali oyiga $1000 daromad topish sirlarini qadam-qadam ko'rib chiqamiz. Demak, bugungi darsimizda nimalarni ko'rib chiqamiz? Ko'pchilik bilmaydiganlar bo'lishi mumkin bu yerda. Reels o'zi nima? Reels o'zi qanaqa vazifalar bor, qanaqa funksiyalar bor, qanaqa qilib biza million axvatga ega bo'ladigan Reelslarni chiqarishimiz mumkin. Bu uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Agar sizni videolaringiz topga chiqmayotgan bo'lsa yoki topga chiqqan bo'lsa ham obunachi olib kelmayotgan bo'lishi mumkin. Obunachi olib kelayotgan bo'lsa ham u maqsadli auditoriya bo'lmagani hisobiga sotuvlarni oshira olmayotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. Hammasini biza poetapni ko'rib chiqamiz. O'zi bugungi darsimizda biz nimalarni ko'rib chiqamiz? Birinchi navbatda Reels o'zi nima va Reels'ni qanaqa funksiyalari bor? Ya'ni 3 ta muhim vazifasi haqida bugungi darsimizda batafsil gaplashamiz. Undan tashqari boya aytganimdek, oyiga $1000 daromad topish sirlarini qadamma-qadam ko'rib chiqamiz va million prosmotrli Reels'larni, million prosmotr bo'lganda ham aynan maqsadli auditoriya olib keladigan million prosmotrli Reels'lar qilishni bugungi darsimizda ko'rib chiqamiz. Sizlarga bekorga darsni oxirigacha ko'ringlar demadim, chunki darsni oxirigacha ko'rganlar uchun bizda maxsus taklif va sovg'alarimiz bor. Demak, bu darsimiz o'zi kimlar uchun? Xo'p, noldan yangi kasb o'rganmoqchi bo'lgan insonlar uchun bo'lishi mumkin yoki Instagramda blog yuritishni xohlaydi, lekin aynan nimadan boshlash kerakligini bilmayotgan insonlar uchun yokida Instagramda blogi bor, lekin o'zi xohlagan natijaga ega emas bo'lgan insonlar uchun va zamonaviy kasblarni o'rgangan, lekin daromadini oshira olmayotgan insonlar uchun bugungi darsimiz aynan to'g'ri keladi. Endi yana bitta narsa bizda o'zi darsimiz kimlar uchun to'g'ri kelmaydi. Birinchi navbatda sehrli tabletka kutadiganlar. Bu nima degani? Misol uchun qanaqadir волшебная palichka degan gap bor, to'g'rimi? Qanaqadir tochka orqali yoki qaysidir Instagramda qaysidir nastroykani yoqib qo'ysa-yu, hamma videolari topga chiqib ketib qolsa va yoki bitta qanaqadir kichkina harakati bilan dunyolarni o'zgartirib yubormoqchi bo'lgan insonlar uchun bugungi darsimizda to'g'ri kelmaydi. Undan tashqari, вечный ученик pozitsiyasidagi insonlar bu nima degani? Har doim o'qiydi, ya'ni kursdan kursga sakrab yuraveradi yoki darsdan darsga sakrab yuraveradi, lekin amaliyotda umuman qo'llamaydigan insonlar. Ya'ni bilimni oladi, lekin amaliyotda umuman hech narsani, olingan bilimni amalda qo'llamaydigan insonlar uchun bugungi darsimizda to'g'ri kelmaydi. Agar siz shunaqa inson bo'ladigan bo'lsangiz, darsni hoziroq to'xtatib chiqib ketishingiz mumkin. Undan tashqari, katta pullarni yomon ko'radigan insonlar bo'lishi mumkin. Yokida komfort zonadan chiqishni xohlamaydigan insonlar bo'lishi mumkin. Hozirgi pozitsiyam menga qulay yoki menga hozirgi topayotgan pulim ham yetaveradi. Menga misol uchun hozir $200-300 meni xarajatlarimga yetib turibdi. Mana shu hayot, ya'ni o'sha hayotini o'zgartirishni xohlamaydigan, hozirgi hayoti qoniqtirayotgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, katta daromadlarni, katta pullarga harakat qilishni xohlamaydigan insonlar bo'lsa, bugungi darsimizda sizlarga to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun agar siz mana shu sanagan insonlarning ichida bo'lsangiz, darsni hoziroq to'xtatib chiqib ketishingiz mumkin. Endi siz bu insonlar qatoriga kirmaydigan bo'lsangiz, sizga, ya'ni darsni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, sizda maxsus sovg'amiz bor dedik. Maxsus sovg'amiz aynan nima? Instagram profilimizni to'g'ri qadoqlash, ya'ni profil upakovkasi darsini oxirigacha o'tirsangiz, bepulga olishingiz mumkin. Demak, asosiy darsimizni boshlashdan oldin o'zi bu inson kim deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, men o'zimni qisqacha tanishtirib o'taman. Ya'ni siz mendan bilim olishingizga arziydigan insonmanmi o'zi, men o'zim qanaqa qadamlardan o'tganman, mana shular haqida sizlarga qisqacha gapirib bermoqchiman. Misol uchun 5 yil oldin orqaga qaytadigan bo'lsak, men hattoki oddiy iPhone telefonim ham bo'lmagan. Ya'ni nima demoqchiman? Oddiy Redmi telefonida bo'lgan qo'limda, uni ham pulimni yig'ib zo'rg'a olganman o'sha Redmi telefonni ham. Esimda bor, qorqiz bo'lib ishlagan paytimda 10 kuncha men o'sha 10 kuncha ishlaganmiz. Sezon paytida, o'sha yangi yil paytida 10 kun qorqiz bo'lib ishlagan pulimga yig'ib zo'rg'a o'sha paytda Redmi telefonni olishga pulim yetgan. Undan tashqari ham men juda ham ko'p kasblarda o'zimni sinab ko'rganman. Misol uchun sotuv operatorligi bo'lishi mumkin. Salonda qosh kiprik laminatsiyasi bilan shug'ullanganman. Undan tashqari juda ham ko'pchilik ayollar sinab ko'rgan sitvoy bizneslar bor. Har xili, ishoninglar, har xil, bitta sitvoy emas, har xil sitvoy marketinglarda o'zimni sinab ko'rganman. Bundan tashqari kosmetika magazinida sotuvchilik bilan ham shug'ullanganman. Xullas, juda ham ko'p, sanayman desam, bunaqa ishlarni son-sanog'i yo'q. Bunaqa etaplardan o'tgan insonlar bo'lsa, meni juda ham yaxshi tushunishadi. Undan tashqari o'sha paytda Toshkentda hali o'zimizning uyimizda bo'lmasdi, kvartirada turardik, oilamiz bilan kvartirada turardik va bu narsalar afsuski meni bo'ynimda bo'lgan, kvartiramizni to'lash. Undan tashqari men SMMga kirib kelgandan keyin tushunganmanki, что iPhone telefoni baribir kerakligini tushunganman. Uni ham men hamma pulimga olishga pulim yetmagan. O'shaning uchun bo'lib to'lash, ya'ni eng kam
boshlang'ich to'lov bilan qanaqa qilib iPhone olish mumkin bo'lgan joyi qidirib topib, o'sha yerda iPhone olganman. Kvartira, uydagi produktlar hammasini qoplash yetmaganida endi iPhone'imni ham to'lashim kerak degan mas'uliyat meni bo'ynimga tushgan. Ya'ni o'zimni rivojlantirishim uchun o'zimga pul tikishim kerak bo'lgan, texnikalarga pul tikishim kerak bo'lgan. Xullas, mana shunaqa qilib amallab bo'lib to'lashga iPhone olib, sekin-sekin bu sohaga men kirib kelganman. Men o'zi SMM mobil grafiyaga kirib kelishdan oldin har xil kasblarda o'zimni sinab ko'rganman dedim, to'g'rimi? Lekin o'sha kasblarda o'zimni qanaqadir ko'ra olmaganman. Ichimda meni joyim emas, meni kasbim emas degan narsa meni hech tinch qo'ymagan. Men o'zi nima xohlaganman, ertalabdan misol uchun 9 dan 6 gacha ishlaydigan grafik menga yoqmagan yoki tepangizda turadigan xo'jayin sizga doimiy ravishda qayergadir bormoqchi bo'lsangiz ruxsat olishingiz kerak yoki qanaqadir shunga yarasha qiyinchiliklar bo'lganda, xullas aynan men nima xohlaganman, erkin grafikda o'zim xohlagan paytda turib, xohlagan paytda o'zim ishlarimni reja qilishni xohlaganim uchun men o'zimni ishimni qidirib har xil kasblarda o'zimni sinab ko'rganman. Undan tashqari daromadi yaxshi kasb. Boya aytganimdek, bo'ynimda mas'uliyat juda ham ko'p edi. Undan tashqari Toshkentdan paytda uy olishimiz kerak bo'lgan. Xullas, nima deydi, kattaroq daromad bera oladigan, lekin o'zim erkin ishlay oladigan kasb qidirganman. Undan tashqari doimiy ravishda o'sib boradigan kasb menga kerak bo'lgan. Oldingi sanagan kasblarimni ko'pida уже patologiya bor-da, u narsalar qayergadir borib to'xtab qolasiz-da. U narsada doimiy ravishda o'sish bo'lmaydigan kasblar edi. O'shaning uchun men juda ham ko'p kasblarda sinab ko'rib, o'zimni kasbimni qidirurganman va mana shu qidirgan narsalarimni hammasini aynan Reels makerlik kasbiga kelganda o'zimni topganman desam bo'ladi. Bu xalq orasida qalb kasbi deyiladi. O'sha qalb kasbiga kelgunimcha men mana shunaqa etaplardan o'tib kelganman. Demak, menda o'zi birinchi kirib kelishim boya aytdim, SMM dan boshlangan. Ya'ni SMM, keyin mobilografiya, keyin Reels makerlikka o'tganman-da. Etaplarni agar oladigan bo'lsak, men SMM ga birinchi kirgan paytda birinchi anaqam, loyiham $200 bo'lgan. $200 SMM mutaxassislari bilasizlar, juda ham ko'p ish qiladi. Misol uchun syomka qilish. Kstati, uni o'sha Redmi telefonimda boshlaganman. Hali iPhone olmagan paytim bo'lgan. Undan tashqari nima deydi? SMM mutaxassis nima qilsa hammasini o'sha $200 ga qilganman. Birinchi proyektim bo'lgani uchun, o'zimga yaxshi keys qilish uchun. Xullas, mana shunaqa kam pulga bo'lsa ham metrolarda mana bunaqa dumaloq lampalar bo'ladi, bilsanglar. O'sha dumaloq lampani ko'tarib olardim-da, metro, avtobuslarda yurib, hamma gapirardi kerak bo'lsa, "Voy, TikTokermi, umi, bumi?" O'sha paytda TikTok trend bo'lgancha, xullas shunaqa etaplardan ham o'tganman. Undan keyin esa men o'zi sekin-sekin o'zimni blogimni yuritishim kerakligini tushunganman. O'zimni blogimni, misol uchun, u paytda O'zbekistonda hali mobilografiya degan kasb o'zi yo'q edi. SMM endi chiqib kelayotgan paytlar bo'lgan. O'shandan keyin men o'zimni blogimni sekin-sekin yuritishni boshlaganman. Chet el mutaxassislarni ko'proq kuzatganman va bu sohani O'zbekistonda kerakligini tushungandan keyin o'zimni blogimni sekin yuritishni boshlaganman. O'zim blogimni yuritishni boshlagandan keyin videolarim topga chiqishni boshlagan. Chet el mutaxassislarida sekin kichkina darsliklaridan o'qib, o'rganib, o'sha bor bilimimdan foydalangan holatda blogimni yuritib, podpishchik yig'ishni boshlaganman. Obunachilar, maqsadli auditoriyalar. Undan tashqari, уже adashmasam 30 mingmi, 40 ming, 50 ming atrofida obunachim yig'ilgan paytda уже mashhurlar bilan ishlashni boshlaganman. Ya'ni ularni ham nazariga tushishni boshlaganman. Ya'ni videolarim topga chiqqani sari meni profilim tanilishni boshlagan. Undan keyin men o'zimni blogimda ham bu narsa haqida gapirib berganman. Adashmasam aktualnilarda hali ham sahraniyonida turibdi. Qanaqa qilib mashhurlar bilan tanishib ish boshlaganim, ular uchun misol uchun Ali Maybekovna, Habiba Shamsuddinova, Lola Zunnunova, Maftuna Arabayevna, hozirgi kunda Shadisha bilan birgalikda ishlab kelyapmiz. Mana shunaqa qilib katta blogerlar bilan ishlashni ham boshlaganman. Mashhurlardan tashqari men noldan ko'targan profillarim ham bor buning orasida. O'quvchilarimdan tashqari o'zimning proyektlarim haqida gapiraman sizlarga. Ya'ni eng mashhurlari haqida. Misol uchun Interior by Shahlo, bularni ham menimcha juda ham ko'pchilik уже tanib ulgurgan, juda ham ko'p videolarimizda topga chiqqan, obunachilar yig'ganmiz. Faqatgina Reels orqali e'tibor beringlar. Men hamma gapirayotgan proyektlarim faqatgina Reels orqali bo'lgan. Hech qanaqa target reklamalarga pul tikmasdan, faqatgina Reels orqali, faqatgina organik orqali maqsadli auditoriya to'plab, aynan shu orqali sotuvlarni amalga oshirganmiz. Misol uchun Interior by Shahlo, bularda dizaynerlik sohalari, uzki soha bo'lishiga qaramasdan biz obunachi yig'ib ko'tara olganmiz va uslugalarni sota olganlar. Undan tashqari Adilov na DXP profilimizda bor. Bu Dubaydagi proyektim. Ularni ham o'zim mana shu yilni mart oyidan boshlab ko'targanmiz. Hozirgi kunda уже 30 mingga yaqin jonli auditoriya yig'ganmiz va buning orqasidan Dubaydagi
uylar sotilyapti. Tasavvur qilishingiz uchun hammasi Reels orqali bo'lyapti. Hech qanaqa reklamalarga pul tikmasdan biz faqatgina Reels orqali auditoriya to'plab, o'sha orqali Dubaydagi uylarni sotuvi yo'lga qo'yilgan. Aynan Reels orqali. Demak, nima deydi? Reels orqali ham biz sotib olishi mumkin bo'lgan auditoriyani jalb qilishimiz mumkin. Undan tashqari va o'zim blogimda ham hozir 90 mingdan ortiq obunachilarim bor va bularning ham hammasi Reels orqali yig'ilgan. Shu kungacha men aynan shu Reels makerlik kasbim orqali qanaqa natijalarga erishdim? Hozirgi kunda уже 500 dan ortiq o'quvchilarim bor. Undan tashqari boya aytgandek Toshkentga oilamni olib kelishim kerak degan, ya'ni Toshkentda uyimiz yo'q deb aytgandim. Undan keyin biz Toshkentdan uy oldik. Toshkentdan uy olganimizdan keyin aynan mobilografiya orqali o'sha uyni noldan remont qildik. Aynan shu soha orqali. Undan tashqari ancha sayohatlar qilishga erishdim. Abu Dhabi, Dubayga уже adashmasam 10 martalab borib keldim. Undan tashqari Istanbulga 2 marta sayohat va yana eng men o'zim maza qilgan joyi onam va xolamga yoshlikdan aytardim o'sha narsani sovg'a qilishni. Student paytimda ular turetskiy seriallar ko'rgan paytida Turkiyaga boramiz hali deb o'sha aytgan orzuyimni aynan mana shu yil amalga oshirish menga nasib qildi. Ya'ni onam va xolamga Istanbul sayohatini sovg'a qilib, o'zim ham birgalikda ular bilan borib aylantirib keldim. Undan tashqari hozirgi kunda texnikalarimga уже bir paytlar iPhone olishga puli bo'lmagan qiz hozirgi kunda уже texnikalarimga $5000 ga yaqin investitsiya kiritganman. Demak, darsimizni boshlaymiz. Birinchi navbatda Reels o'zi nimaligini sizlarga tanishtirib bermoqchiman. Reels bu o'zi juda ham ko'pchilik bilgan, kuzatgandek Instagramdagi qisqa videolar hisoblanadi. Endi bu degani siz Instagramda qisqa video qo'ysam bo'ldi. Ya'ni o'sha Reels formatida video qo'yib qo'ysam bo'ldi. Meni o'sha biznesim o'zidan o'zi rivojlanib ketadi. O'zidan o'zi obunachilar qo'shiladi yoki o'zidan o'zi sotuvlarim oshib ketib qoladi degan narsa bu yolg'on narsa. Reelsning o'ziga yarasha qonun qoidasi, ya'ni Reelsning o'ziga yarasha algoritmlari mavjud. Mana shu algoritmlarni o'rgangandan keyingina biz Reels orqali obunachi yig'ishimiz mumkin, maqsadli auditoriya yig'ib sotuvlarimizni oshirishimiz mumkin. Xo'p, endi Reelsning asosiy 3 ta funksiyasi bor. Bular nimalar? 3 ta funksiyaga bo'ladigan bo'lsak, buni birinchisi auditoriyani birinchi navbatda jalb qilishni o'rganishimiz kerak. Qanaqa qilib biz auditoriyani diqqatini torta olamiz? Bilasizlarki, o'tkazsanglar Reelsdan ko'p narsa yo'q-da. O'sha o'tkazayotgan paytda auditoriyani biz qanaqa qilib jalb qilib o'zimizni, videoyimizni ko'rishga undashimiz mumkin. Undan keyingisi ikkinchi qismimizda auditoriyani qiziqtirish. Ya'ni birinchi navbatda auditoriyani qiziqtirib jalb qilib oldik o'zimizga, ya'ni diqqatini tortdik. Endi ikkinchi etapimizda o'sha diqqatini tortgan auditoriyamizni qanaqa qilib qiziqtirishimiz kerak, ya'ni qiziqtirib olib qolish. Misol uchun birinchisi chaqirib olib kelish bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi demak ularni endi qiziqtirib o'zimizni profilimizda olib qolishimiz kerak bo'ladi. Va oxirgi uchinchi etapimizda mijoz topish va sotuv. Bilamizki, hamma blog yuritadiganlarning maqsadi baribir o'sha blogdan daromad topish, to'g'rimi? Mana uchinchi etap bizda aynan shu etapimiz hisoblanadi. Demak, endi har bitta funksiyasini biz bitta ko'rib chiqamiz. Birinchisi dedik, ya'ni auditoriyani jalb qilish. Auditoriyani jalb qilish degani birinchi navbatda biz nimalar qilamiz? Auditoriyani qanaqa qilib jalb qilamiz? Biz auditoriyani jalb qilish uchun ularni og'riqlarini bilishimiz kerak. Og'riqlarini bilish uchun esa biz analiz o'tkazishimiz kerak. Ya'ni demak, 3 ta funksiyadan birinchisi auditoriyani jalb qiladigan bo'lsa, endi uni ham birinchi navbatda analiz o'tkazish ekan. Analiz o'tkazish orqali biz auditoriyamizning og'riqlarini o'rganamiz va o'sha og'riqlarni aniqlaganimizdan keyin demak bizning maqsadli auditoriyamizni o'zimiz uchun bilib olamiz. Demak, meni produktim mana shunaqa narsa bo'lsa, demak uni oluvchilari shunaqa insonlar ekan degan analizlarni o'tkazamiz. Undan keyin o'sha auditoriyani olib kirishimiz kerak bo'ladi birinchi etapda. Misol uchun biz Dubay proyektimni oladigan bo'lsak, Dubay proyektimda ham birinchi navbatda analiz o'tkazganmiz. U yoqda o'zi maqsad realtorlikdan Dubaydagi uylarni sotish bo'lgan. Endi biz profilimizda faqat sotuv qo'yaversak, u katta ehtimol bilan hech kim kuzatmaydi u profilni va bizga hech qanaqa obunachi ham yaxshi qo'shilmasligi mumkin, prosmotrlarimiz ham baland bo'lmasligi mumkin. O'shaning uchun biz aynan mijozlarimizning og'riqlarini o'rganganmiz. Faqatgina Dubaydagi uylar haqida emas, aynan Dubay hayotlari, o'zlarini qanaqa Dubayga borganliklari, o'zlarining hayot tarzlaridan biz qo'shganimizdan keyin bizning profilimiz qiziqarli bo'lgan va srazu boshlanishi bilan bizga yaxshi prosmotrlar berishni boshlagan. Nimani hisobiga yaxshi analiz o'tkazib, maqsadli auditoriyaga yarasha kontentlar berishni boshlaganimiz uchun bizning boshidan prosmotrlarimiz yaxshi bo'lishi boshlagan va obunachilar qo'shilishi boshlagan. Xo'p, demak bu birinchisi.
Endi ikkinchisi auditoriyani qiziqtirish dedik. Endi auditoriyani qanaqa qilib qiziqtiramiz? Xo'p, birinchi etapda og'riqlarni o'rgandik, maqsadli auditoriyamizni jalb qildik, ularning diqqatini torta oldik. Endi ikkinchi etapda ularni qanaqa qilib olib qolishimiz kerak. Ya'ni olib qolish uchun biz ularni nima deydi? Qiziqtira olishimiz kerak blogimizga. Bu uchun nima qilamiz? Auditoriyani birinchi etapda sodiqlashtirib olishimiz kerak. Sodiqlashtirish uchun hozir aytganimdek faqatgina sotuv haqida kontentlar emas, aynan o'zingizni shaxsiyatingiz haqida siz ochib berishingiz kerak, mutaxassisligingizni ochib berishingiz kerak. Siz misol uchun oladigan bo'lsak, Dubay proyektimni oladigan bo'lsak, Dubayda realtor ko'p, to'g'rimi? Nimaga aynan ulardan olishlari kerak? Nimaga ulardan olishlari kerakligini ochish uchun biz ularning mutaxassisliklarini ochib berishimiz kerak. Shu paytgacha qanaqa ular uy sotganlar, undan tashqari ularni nima deydi? Aynan sotgan uylaridan klientlari qanaqa foyda qila olgan, ya'ni haqiqatda investitsiya qilishga arziydigan uy sota olganmilar, aynan ularni mutaxassislik tomonlarini shunaqa qilib ochib berishimiz kerak bo'ladi va undan tashqari aytgandek shaxsiyat ochib berilishi kerak bo'ladi. Demak, auditoriya qiziqtirishi keyingi etapi bizda mahsulotimizni chiroyli taqdim qila olishimiz kerak. Ya'ni siz hali menda shunaqa produkt bor demasingizdan oldin insonlarni o'zi shu darajada qiziqtira olishingiz kerakki, ularni o'zi so'rashi kerak. Sizda shunaqa narsa bormi? Ya'ni sizda misol uchun boshida bepul qanaqadir kontentlar qo'yayotgan bo'lsangiz, o'sha siz pulli produktingizni hali aytmasingizdan turib, sizdan insonlar hali so'rab olish kerak. Hali siz aytmasingizdan oldin insonlar sizdan so'rab olish kerak. Sizda shunaqa uslugingiz bormi yoki aynan sizdan qanaqa qilib olishi mumkin degan narsani biza berishimiz kerak. Bu narsa bo'lishi uchun biza o'zimizni shaxs sifatida kimligimizni ochib beramiz, mutaxassis sifatida kimligimizni ochib berishimiz kerak bo'ladi. Mana shundan keyin biza raqobatbardosh bo'lishimiz mumkin. Ya'ni hozirgi kunda bilasizlar, borgan sari, ya'ni kundan kunga raqobat oshib boryapti. Hozirgi kunda o'sha biza mustahkam lichniy brend qurishimiz kerak bo'ladi. Mustahkam lichniy brend uchun bizga aynan hozir aytgandek shaxsiyat, mutaxassisliklar va undan tashqari mahsulotimizni chiroyli tarzda taqdim qila olishimiz kerak bo'ladi. Biza agar Dubai proyektini misol qiladigan bo'lsak, nimalar qilganmiz? Faqatgina sotuvga qaratilgan kontentlar emas, aynan sotuvchi produktimizni ham biz shu darajada obzor qilib berganmizki, hozirgi kunda o'sha insonlar obzor video qo'ymasak so'raydigan holatga kelgan. Aynan sizni obzor videolaringizni ko'rishni yaxshi ko'ramiz. Qachon obzor qo'yasiz? Misol uchun boshqa realtorlar obzor qilgan uylarni ham ko'rishmagan bo'lsa, aynan biza o'sha uyga obzor qilganimiz uchun, aynan o'sha mutaxassisligini, shaxsiyatlarini ochib bera olganimiz uchun o'ziga yarasha obzor qilish yo'nalishini tanlaganmiz. Aynan o'ziga yarasha sifatlari borligi uchun aynan bular obzor qilgan videolarni hozirgi kunda auditoriyalari shunaqa darajada intiqib kutishadi. Demak, endi bizda uchinchi funksiyamiz mijoz topish va sotuv. Mijoz topish va sotuvda o'sha biza birinchi etapda o'sha hamma kerakli narsalarni tayyorlab olib keldik, ya'ni sotuvga tayyorlab olib kelgan bo'lsak, endi uchinchi etapda biza to'g'ridan to'g'ri sotuvchi produkt tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Ya'ni pulli produktimizni bemalol o'sha taqdim qilishimiz mumkin bo'lgan etapga yetib keldik. Undan tashqari voronkali reelslar biza tayyorlashimiz kerak. Voronkali reels nima degani? Sizlarning ham oldingizdan chiqqan bo'lishi mumkin. Misol uchun reels ko'ryapsizlar, to'liq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, plus qoldiring yoki qanaqadir so'z yozib qoldiring. Mana shunaqa reelslarni menimcha hamma ko'rgan. Endi bu nima degani? Ya'ni aynan o'sha sotuvchi voronkalarni, ya'ni voronkali reelslarni birinchi etapi reels hisoblanadi. Ya'ni siz o'sha reelsda ko'rdingiz, plus qoldirdingiz va keyingi voronkaga o'tib boraverasiz. Ya'ni to sotuvgacha bo'lgan voronkalarning eng birinchisi aynan mana shu reels hisoblanadi. Bunaqa voronkalar qilish uchun nima qilishimiz kerak? Qanaqa qilib voronka tuzamiz? Qanaqa qilib sotuvga olib boramiz? Bu aytayotgan narsalarimni hammasini bugungi darsimizga afsuski sig'dirib bo'lmaydi. Bu narsalarni men o'zimni Reelsografiya AI kursimda batafsil berganman. Ya'ni qanaqa qilib voronkali reelslar tayyorlash mumkin? Unga o'zi qanaqa qilib ssenariy yoziladi? Uni keyingi etaplari qanaqa bo'ladi? Qanaqa qilib biz mijozni sotuvga tayyorlab, mana shunaqa ketma-ket voronkalar tayyorlashni alohida modul qilib kiritganman. Aynan Reelsografiya AI kursimda. Bu videomizni oxirida sizlarga kursim haqida xohlovchilar bo'lsa taqdimotini ham qilib beraman. Hozir esa bizlar million prosmotrli reelslar haqida gaplashamiz. Million prosmotrli reels bo'lishi uchun meni o'zimni shaxsiy formulam bor, ya'ni o'zimni ishlash stilim bor. Misol uchun juda ham ko'pchiliklar oranglarda eshitgan bo'lishinglar mumkin. Bizda reelsimizda zo'r prosmotr bo'lishi uchun, million prosmotr bo'lishi uchun 3 ta qadam kerak. Misol uchun hook bo'lishi kerak, ya'ni boshlanishni zo'r boshlab berishing kerak. Hook, content va oxirida CTA, ya'ni call to action bo'lishi kerak deb ko'pchilik o'rgatishadi, lekin men o'zimni shaxsiy formulam deganimning sababi, men bu narsalardan oldingi, ya'ni ulardan oldingi etapni juda ham ko'pchilik esdan chiqarib qo'yadi, afsuski. Bu etap nima deydigan bo'lsanglar, aynan analiz etapi. Aynan analiz bu ustiga qo'yayotgan nima deydi?
uy quryapti deb hisoblasak, aynan o'sha fundamenti analiz hisoblanadi. Agar bizning fundamentimiz mustahkam bo'lmasa, uni ustiga ming zo'r hook qiling, zo'r kontent qiling, zo'r CTA qiling, lekin agar siz fundamentingiz mustahkam bo'lmasa, u reelsiz ya'ni baribir qulab tushadi bir kun. O'shaning uchun biz birinchi navbatda yaxshi analiz qilishni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Bu uchun o'zi analizda biz nimalarni o'rganamiz? Analizda auditoriyamizning og'riqlarini yaxshilab o'rganib chiqamiz. Aynan bizani kuzatayotgan, biz xalq uchun kontent chiqaramiz, to'g'rimi? Aynan bizga kerakli bo'lgan xalqqa orasidan keyin maqsadli auditoriyamizni tanlab olamiz. Mana shu maqsadli auditoriyani qanaqa og'riqlari bor, biz qaysi og'riqlardan foydalansak aynan bizga kerakli auditoriyaga yetib boradi. Mana shu narsalarni birinchi navbatda biz ya'ni fundamentda o'rganib olishimiz kerak bo'ladi. Qanchalik darajada analizimiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, shunchalik darajada bizning reelslarimiz muvaffaqiyatli bo'ladi. Ana bundan keyingina biz keyingi etapga o'tishimiz mumkin. Mana shu og'riqlarni to'shni o'rganib olganimizdan keyin undan keyin qanaqa qilib o'sha og'riqlarga mos hook qila olamiz, qanaqa qilib kontent qilamiz, qanaqa qilib oxiriga call to action qo'yamiz. Mana bu etaplarga keyinchalik o'tishimiz kerak bo'ladi. Demak, bizani formulamizning birinchi etapi hook emas, aynan analizdan boshlanadi. Analizdan keyin hook, undan keyin kontent, undan keyin call to action bo'lishi kerak. Qaranglar, undan keyin yana bitta muhim jihati bor. Bizda ya'ni juda ham ko'pchilikning bu narsa afsuski esdan chiqib qoladi. Ya'ni bu nima deydigan bo'lsanglar, sodda tilda tushuntirganligi va undan tashqari xarizma bo'lishi kerak hisoblanadi. Sodda tilda degani bu qanaqadir qiyin atamalarsiz, ya'ni dehqonchasiga tushuntirilgan tarzda bo'lishi kerak. Ya'ni bizning reelslarimiz iloji boricha o'sha kichkina yosh bola ham даже tushunadigan darajada biz reels qilayotganimizda shu narsada ssenariy yozayotganimizda ahamiyat berishimiz kerak. Что oddiy inson ham bu reelsimizni ko'rganda tushuna kerak va undan tashqari xarizma bo'lishi kerak. Misol uchun siz zo'r ssenariy yozdingiz, zo'r hook topdingiz, zo'r kontent qo'yasiz, sodda tilda tushuntiryapsiz, lekin uni kamera qarshisida gapirib berayotgan insonning xarizmasi bo'lmasa, bu reelsimizda уже muvaffaqiyatsiz bo'lib qoladi. O'shaning uchun har bitta formuladagi har bitta jihatini biz esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Demak, o'zimning proyektimdan bitta misol keltiradigan bo'lsam, Interior by Shahlo profilida bizda Moskvadagi oligarxiya uylarida, ya'ni bular ko'proq villa proyektlari bilan shug'ullanadilar. Villa proyektlarida Moskvada yashaydigan bitta oligarx bo'lgan. O'sha oligarxni O'zbekistondagi villalariga bular dizayn proyekt qilib berganlar. Mana shuni biz qanaqadir neobычный shaklda olib chiqishimiz kerak bo'lgan va aynan nima deydi, premium segmentdagi insonlar bilan ishlashini biz olib chiqib berishimiz kerak bo'lgan. Ya'ni bu reelsimizdan maqsad, что premium klientlar bilan ishlaymiz biz va buni iloji boricha kengroq tarqatishimiz kerak. Ya'ni yana boshqa villa proyektlar olishlari uchun bu videoyimizda ham biz axlat yig'ishimiz kerak va bu narsani kengroq tarqatib berishimiz kerak. Undan tashqari o'sha maqsadli auditoriyamizdan ham chiqib ketmagan holatda reels qilishimiz kerak bo'lgan. Bu uchun biz hookni nima qilganmiz? Moskvadagi oligarxni uyini obzor qilamiz deb aytganmiz. Boshidagi hook bizda shunaqa bo'lgan. Ya'ni Moskvada yashaydigan o'zbek oligarxi degan narsa juda ham ko'pchilikga qiziq bo'lganligi sababli hookka aynan shu gapni olganmiz. Lekin mana shu hookni topish uchun biz kamida 2 soat o'tirib gaplashganmiz. 2 soat o'tirib gaplashganimizda aynan shu proyekt haqida men har doim video qilishimdan oldin boya aytganimdek analiz eng pastki fundament qismi bizda kerak bo'lsa o'sha bitta hookni topish uchun biz kamida 2 soat vaqtimizni sarflaganmiz. Yaxshilab analiz qilganimizdan keyin kelib chiqqanki, mana shunaqa Moskvadagi oligarxi uylari ekanligini kerak bo'lsa oxirida aytganlar. Misol uchun analizda menga undan tashqari proyekt haqida gapirganlar, nimalar ishlatganlari, qanaqa izyuminkalari bor, qanaqa qimmat materialdan foydalanganlar, xullas proyektlari haqida ancha-muncha gapirib berganlar-da. Lekin aynan meni tortgan tomoni o'sha bo'lgan. Moskvadagi bitta oligarxi uyi bu deb qo'yganlar gap borasida. O'shandan keyin o'sha olganmizda, значит, mana shu joyini hook qilamiz va undan keyin o'sha polностью sizni ishingizni ochib beramiz deganmiz. Va oxirida call to action ham berganmiz. Ya'ni qaysi oligarxligini sizlar o'zingizlar topinglar deb biz ularni kommentariyaga yo'naltirib qo'yganmiz va o'sha topgan insonga o'zini sovg'asi ham bor. Arzimagan sovg'a bo'lishi mumkin. Misol uchun, просто 50 ming paynet qilib beradimi? Boshqa xullas уже bu mutaxassis o'ziga bog'liq, lekin bizda call to actionimiz bor, hookimiz bor va eng glavnisi o'sha boshida analiz jarayonida biz shu bu narsalarni aniqlaganmiz. Bu bitta misol. Bu videoyimizda 2 million 300 ming prosmotr yig'gan hozirgi kungacha va bu hozirgi kunda hali ham prosmotr yig'ishda davom etyapti. Undan tashqari bunga o'xshash misollar juda ham ko'p. Tushunishingiz uchun sizlarga bitta reelsni mana shunaqa tushuntirib berishga harakat qildim. Demak, darsimizning eng go'shli joyiga keldik. Ya'ni hammaga qiziq bo'lgan narsa bu qanaqa qilib reklamaga pul ishlatmasdan reels orqali $1000 dan ortiq daromad qilish mumkin degan savolga hozir javob topamiz. Demak, sizda ikkita yo'l bor.
Bu degani qaysilar? Birinchisi kadrda topishingiz mumkin, ikkinchisi kadr ortida. Ya'ni siz reklamaga pul sarflamasdan aynan Reels orqali daromad qilmoqchi bo'lsangiz, sizda ikki xil yo'l bor. Mana shudan ikkitasidan bittasini tanlashingiz mumkin. Bularni har bittasini hozir alohida tushuntirib beraman. Shundan keyin bilishingiz mumkin, что sizga qaysi biri to'g'ri kelishini bilib olishingiz mumkin. Kadrda birinchi navbatda kadrdani ko'rib chiqamiz. Kadrda daromad qilish kimlar uchun? Birinchi navbatda qaysidir sohada mutaxassis bo'lganlar bo'lishi mumkin, ustozlar, shifokorlar yoki qanaqadir shunaqa biznes egalari bo'lishi mumkin. Undan tashqari bloger yokida influencerlar bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zini qanaqadir sohasi bor, o'zini qanaqadir mutaxassisligi bor yokida biznes egasi bo'lishi mumkin. Qanaqadir kichik biznesmi, katta biznesmi, xullas, uje nima deydi? O'zini sohasiga ega insonlar bo'lishi mumkin. Mana shunaqa insonlar uchun kadrda daromad qilish to'g'ri keladi. Endi kadrda biza qanaqa qilib daromad qilamiz? Kadrda daromad qilish uchun boyaga sanab o'tgan insonlarim kadrda qanaqa qilib endi daromad qilishi mumkin? Bularni ham 3 ta biza toifaga bo'lib olganmiz. Kadrda ishlaydigan insonlar, ya'ni chalkashib ketmasligingiz uchun tushuntiraman. Biza o'zi Instagramda daromad qilishimizning ikki xil yo'li bor dedik. Kadrda va kadr ortida. Ya'ni kadrda ko'ringan holatda va kadrda ko'rinmagan holatda, ya'ni yuzlarini ko'rsatmagan holatda daromad qilish ikki xil yo'li bor dedik. Endi kadrda daromad qilishni ko'rib chiqamiz birinchi navbatda. Kadrda daromad qiladigan insonlarni ham sanab o'tdik. Qanaqadir biznes egalari, soha vakillari bo'lishi mumkin. Endi mana shu insonlar qanaqa qilib daromad qilishi mumkin? Ya'ni o'zini ko'rsatib, ya'ni kadrda ko'ringan holatda qanaqa qilib daromad qilishi mumkin? Buni ham 3 xil toifaga bo'lganmiz dedik. Demak, birinchisi bu reklama orqali. Reklama orqali daromad qiladigan insonlar bular ko'pincha blogerlar, vaynerlar bo'lishi mumkin. Ya'ni qancha axvati baland bo'lsa, shunchalik ularning reklama narxi qimmat bo'ladi. Ya'ni blogi katta, blogi qancha katta bo'ladigan bo'lsa, qancha obunachisi ko'p bo'lsa, qancha axvati ko'p bo'ladigan bo'lsa, shunaqa insonlar aynan reklama orqali daromad qilishi mumkin. Ya'ni hozirdan o'zingizga shunaqa maqsad qo'yishingiz mumkin. Shunaqa agar kelajakda siz blog orqali daromad qilmoqchi bo'lsangiz, bu yo'l sizga yoqayotgan bo'lsa, aynan shu yo'l orqali ham, reklama orqali ham daromad qilishingiz mumkin. Endi undan tashqari endi bizda ikkinchi daromad yo'limiz bor. Ikkinchi daromad yo'li bu aynan mahsulot sotish orqali. Birinchi toifadagi insonlar uchun bizga nima deydi? Holbuki anaqa kerak. Katta auditoriyasi bor insonlargagina to'g'ri keladi bu narsa. Undan tashqari yoki agar endi meni katta auditoriyam yo'q, meni o'zimni qanaqadir biznesim bor deyishingiz mumkin yokida mahsulot sotasiz, qanaqadir sotadigan mahsulotingiz bor. Kosmetika bo'lishi mumkin, kanselyariya bo'lishi mumkin, любой o'zingizni o'sha tovaringiz bo'lishi mumkin, ya'ni qo'l bilan ushlash mumkin bo'lgan qanaqadir tovar yoki mahsulotingiz bo'ladigan bo'lsa, aynan shuni Instagramda sotish orqali siz o'zingizni daromadingizni Instagram orqali yo'lga qo'yishingiz mumkin. Ya'ni hech qanaqa reklamalarga pul sarflamagan holatda, faqatgina Reels algoritmlarini o'rgangan holatda aynan Reels orqali sotuvni yo'lga qo'yishingiz mumkin bo'ladi va uchinchisi xizmatingizni sotishingiz mumkin. Ya'ni sizda hech qanaqa mahsulotingiz yo'q, hech qanaqa reklama yoki vayner yoki bloger emassiz. Endi uchinchisi bizda xizmat sotish bor. Xizmat sotish sizni aynan o'zingizni insonlarga xizmat ko'rsatish orqali konsultatsiya bo'lishi mumkin. Buni ichiga misol uchun shifokorlar kirishi mumkin. Xullas mana shunaqa orqali, ya'ni hech qanaqa qo'lga ushlash mumkin bo'lgan tovaringiz ham yo'q, faqatgina usluga xizmatlaringizni aynan Instagramda sotish orqali ham siz daromad qilishingiz mumkin. Endi bu kadrda daromad qilishi mumkin bo'lgan insonlarni toifalarini ko'rib chiqdik. Endi kadrda ko'rinishni xohlamaydigan insonlar ham bor bizani, ya'ni Instagramga chiqishni xohlamaydigan insonlar bo'lishi mumkin. Bu insonlar aynan kadr ortida daromad qilishi mumkin. Biz endi kadr ortida qanaqa qilib daromad qilishimiz mumkin? Bular kimlar? Misol uchun zamonaviy kasb egasi, mobilograf va reels makerlar bo'lishi mumkin. Ya'ni menga o'xshagan soha vakillari bo'lishi mumkin. Endi men o'zim oladigan bo'lsam, men ikki xil yo'ldan ham foydalanaman. Ya'ni kadr ortida ham ishlab daromad qilaman, kadrda ham ishlab daromad qilaman. Ya'ni men ikkalasidan ham foydalanaman. Sizlar ham misol uchun o'zingizlar tanlashinglar mumkin. Ikkalasidan ham foydalanishingiz mumkin yoki bittasidan foydalanishingiz mumkin. Endi kadr ortida qanaqa daromad qilishni, ya'ni bu narsani o'zingiz belgilaysiz bemalol. Tushunishinglar uchun boya bizda shuncha insonlarni sanab o'tdik. Bloger, reklama orqali ishlaydiganlar dedik yoki qanaqadir soha mutaxassislari, biznes egalari dedik. Ularning hammasi Instagramda daromad qilishi uchun ularga kimdir kontent olib berish kerak, to'g'rimi? Ya'ni kimdir ularga video olib berish kerak. Mana shunaqa insonlarga kadr ortida ishlaydigan insonlar
hammaligi o'sha insonlarning hammasiga aynan kadr ortida ishlaydigan insonlar o'shalarni videolarini olib berishadi. Kimdir ssenariy yozib berishi mumkin, kimdir syomka, montaj qilib berishi mumkin yoki hammasini bitta inson qilishi mumkin. Xullas, mana shunaqa insonlar kadr ortida daromad qilishi mumkin. Hozirgi kunda misol uchun kim blog yuritayotgan bo'lsa, ya'ni kadrda ko'ringan holatda daromad qiladigan insonlarga kadr ortida ishlaydiganlar ularga kerakli videoni olib berish orqali bemalol daromadini $1000 dan yuqori qilishi mumkin. Endi kadr ortida daromad qilishni tanlaganlar nimalar qilishi kerak bo'ladi? Ya'ni ular aynan qaysi ishlarni bajarish orqali daromad qilishadi? O'shalarni hozir bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda ular boya aytgandek auditoriyani analiz qilishdan boshlashadi. Birinchi navbatda auditoriyani analiz qilgandan keyin g'oya topishadi, ya'ni videoning ideyasi qilinadi. Undan keyin ssenariy yoziladi. Ssenariydan keyin syomka, montajga o'tiladi. Xo'p, endi kadrda qanaqa qilib $1000 daromad qilamiz desanglar, uni qadamma-qadam hozir ko'rib chiqamiz. Demak, buni birinchi qadam biz, ya'ni chalkashib ketmasligingiz uchun tushuntiraman. Kadr ortida hozir nimalar sanadik? Kadr ortida auditoriya analiz qilish, g'oya topish, ssenariy yozish, syomka, montaj bo'ladigan bo'lsa, endi kadrda $1000 daromad qiladigan insonlarni qadamlarini bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Birinchisi yo'nalish tanlashdan boshlanadi. Siz, ya'ni o'zingiz Instagramda kadrda degani, ya'ni o'zingiz ko'ringan holatda blog yuritishingiz, to'g'rimi? Endi birinchi navbatda nima qilamiz? Biz o'zimizga kerakli yo'nalishni tanlab olamiz. Yo'nalish tanlab aniqlashtirganimizdan keyin profilimizni shunga moslagan holatda profilimizni upakovka qilib olishimiz kerak bo'ladi. Tanlagan yo'nalishimizga moslashgan holatda. Undan keyingisi o'sha tanlagan yo'nalishimizga xos ravishda biz kontent planini tuzib chiqamiz. Qanaqa turdagi kontentlar qilamiz? O'sha narsalarni biz aniqlashtirib oldindan yozib olishimiz kerak bo'ladi. Undan keyingi qadam Reels orqali auditoriya yig'ishni boshlashimiz kerak bo'ladi. Biz birinchi navbatda yo'nalish tanladik, profilimizni upakovka qildik, profilimiz endi tayyor. Undan tashqari endi kontent plan tuzdik. Endi o'sha tuzilgan kontent planga mos ravishda biz o'sha Reelslarni chiqarishni boshlashimiz kerak. Reels orqali auditoriyani sekin-sekin o'sha yig'ishni boshlashimiz kerak bo'ladi. Undan keyingisi sotuvchi mahsulot tayyorlash bo'ladi. Misol uchun Reels orqali auditoriya yig'ganda biz boshida qanaqadir foydali ma'lumotlar berib, auditoriyani o'zimizga jalb qilib olganimizdan keyin biz sotuvchi mahsulotimizni o'sha sekin-sekin tayyorlab, sotuvga profilimizni tayyorlab borishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi misol sizlarga tushunarli bo'lishi uchun uy bekasi misolida biz ko'rib chiqamiz. Oddiy uy bekasi bo'lishi mumkin, hech qanaqa kasbim yo'q, soham yo'q deydigan bo'lsa, prosta uyda o'tiradigan ayollar bo'lishi mumkin. Bularni misolida biz ko'rib chiqamiz. Qanaqa qilib biz daromad qilsak bo'ladi? Oddiy uy bekasi bo'ladigan bo'lsak, birinchi navbatda qo'limizdan nima keladi? Mana shu narsani biz aniq qilib olishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun qanaqadir pishirish qo'lingizdan keladi yoki kimdir to'qishni biladi, kimdir tikishni biladi yoki hammani o'ziga yarasha qobiliyati bor. Ya'ni qobiliyatsiz inson yo'q bu dunyoda. Aynan o'sha qobiliyatingizni aniqlagan holatda shu narsani biz daromadga aylantirishni o'ylashimiz kerak bo'ladi. Demak, biz nima qilishimizni aniqlaganimizdan keyin misol uchun ovqat pishirish yoki pishiriq pishirish bo'lishi mumkin. Endi o'sha narsani keyingi etapimizda profilimizni qadoqlab olamiz. Ya'ni profil upakovka qilayotganda biz aniq etishimiz kerak, что biz qanaqa foyda beramiz insonlarga. Bu endi profil qadoqlash ham o'zi alohida bitta darslik. Video oxirigacha o'tirganlarga o'sha darslikni to'liq ravishda sizlarga jo'natib beramiz. O'shaning uchun dars oxirigacha ko'rsanglar, uni ham точный bilib, o'shanga mos ravishda profillarni o'sha upakovka qilib olishinglar mumkin bugungi darsdan keyin. Demak, ikkinchi etapimiz bizda nima foyda bera olamiz. Mana shu narsani biz точный shapka profilimizga yozib qo'yishimiz kerak. Ya'ni qanaqa foyda bera olamiz bizni kuzatishi, ya'ni nimaga insonlar bizani kuzatishi kerak degan savolga biz o'sha upakovkada javob bergan bo'lishimiz kerak. Undan keyingi etaplar bizda rubrikalar, ya'ni qanaqa rubrikalardan foydalanamiz. Misol uchun o'sha ovqat pishirish yoki pishiriq pishirish deylik, to'g'rimi? Undan endi o'shandan qanaqa biz rubrikalar chiqarishimiz mumkin? Qanaqadir retsept berishingiz mumkin, jarayonni o'zini ko'rsatishingiz mumkin yoki qanaqadir life hacklar bo'lishi mumkin. Life hack deganda faqatgina ovqat pishiriqqa taalluqli emas, ya'ni sohadan chiqib ketmagan holatda oshxona bilan bog'liq qanaqadir life hacklar bo'lishi mumkin, uy bilan bog'liq qanaqadir life hacklar bo'lishi mumkin. Ya'ni sohadan chiqib ketmagan holatda biz rubrikalarni tanlab chiqishimiz kerak bo'ladi yoki prosta estetikani yaxshi ko'radigan insonlar uchun estetichniy bitta qanaqadir rubrika qilib qo'yishimiz mumkin. O'zi rubrika degani o'sha Reelsni formati hisoblanadi. Tushunmaganlar uchun tushuntirib ketaman. Rubrika degani o'sha Reelsni formati. Retsept bizda bo'ladi doimiy. Misol uchun haftada bir marta retsept chiqaraman, haftada bir marta jarayon qo'yaman, haftada bir marta qanaqadir life hack qo'yaman. Mana shunaqa turlari, ya'ni kontentimizning turlari rubrika deb ataladi.
Endi undan keyingi etap bizda auditoriyani yig'ish bo'ladi. Auditoriya yig'ish uchun biz birinchi o'sha aniqlab olgan rubrikalarimizga mos holatda уже Reels'larni chiqarib borishimiz kerak bo'ladi. Axvat uchun kontentlar qilishimiz mumkin. Qanaqadir biz birinchi navbatda o'sha boya aytgandek, 3 ta funksiyasi dedik-ku Reels, o'sha funksiyalardan foydalangan holatda birinchi etap nima edi bizda? Auditoriyani jalb qilib olishimiz kerak edi. O'sha jalb qilish uchun biz foydali kontentlar ko'proq berib borishimiz kerak bo'ladi yoki axvat uchun qanaqadir trendlardan foydalanishimiz mumkin. Trend deganda ham просто tupa u trendni takrorlab olib chiqib qo'yish emas. O'zingizni sohangizga mos ravishda qanaqadir yozuvni o'zgartirishingiz mumkin. O'sha topga chiqqan muzikalniy reelslardan muzikasini qo'yib turib, ustiga o'zingizni sohangizga mos qanaqadir yozuv yozib qo'yishingiz mumkin. Xullas, mana shunaqa holatda, ya'ni sohamizdan chiqib ketmagan holatda biz reelslarni chiqarib borishimiz kerak bo'ladi va eng oxirgi etap bu eng zo'r joyi, ya'ni sotuvchi mahsulotimizni tayyorlash. Bu nima bo'lishi mumkin? Siz agar pishiriq yoki qanaqadir ovqat pishiradigan inson bo'lsangiz, uni siz keyinchalik so'ragan insonlar uchun kurs qilib chiqarishingiz mumkin yoki-da o'sha pishirgan mahsulotingizni o'zini sotish orqali ham daromad qilishingiz mumkin. Misol uchun siz kurs sotayotgan bo'lsangiz, oddiy o'rtacha narx oladigan bo'lsangiz $100, to'g'rimi? $100 dan 10 ta sotsangiz, уже sizda $1000 daromadingiz bor degani, to'g'rimi? Xohlasangiz buni bir oy ham emas, даже 10 kunda bitta-bittadan sotsangiz ham 10 kunda уже $1000 topib qo'yishingiz mumkin. Xullas, hammasi sizni o'zingizning harakatingizga bog'liq bo'lgan narsalar. Asosiysi biz Reels algoritmlarini o'rganib olsak bo'ldi. Bu aytganlarim hammasi kadrda qanaqa qilib daromad qilishni etaplarini ko'rib chiqdik. Endi kadr ortida $1000 daromad qilishni etaplarini bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Bular nimalar deydigan bo'lsak, birinchi navbatda biz nimadan boshlaymiz? Aynan proyekt olish, ya'ni loyiha olishdan boshlaymiz. Loyihani qayerdan olamiz desanglar, oddiy yo'li buni OLXdan yoki shunga o'xshash saytlar bo'lishi mumkin, Headhunter sayti bor yoki shunga o'xshash Telegram kanallari bo'lishi mumkin. Aynan shunaqa o'zingiz bilgan bitta joydan bemalol o'zingizga topib olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mobilograf reels makerlarga hozirgi kunda talab yuqori. Xohlagan joyingizda poisk bersangiz, уже bu loyiha olish sizga muammo tug'dirmaydi. Ya'ni bu kasbni o'rganganingizdan keyin albatta. Xo'p, undan keyingi analiz qilishdan boshlaymiz. Demak, o'sha olgan mutaxassisimizning sohasini analiz qilamiz. O'sha sohasi qaysi insonlarga qiziq, qanaqa auditoriya o'zimizga chaqirishimiz kerak, uni maqsadli auditoriyasi kim? Mana shu narsalarni biz poetapni aniqlab chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu narsani aniqlaganimizdan keyin biz kontent plan tuzib olamiz. Ya'ni o'sha har bitta og'riqqa kerak bo'lsa alohida kontent chiqaramiz. Endi bizda keyingi, ya'ni 4-etapimiz bu g'oya va rubrikalarni aniqlashtirishimiz kerak. O'sha aniqlagan maqsadli auditoriyamizga mos holatda biz qanaqadir neobычный g'oya bilan olib chiqishimiz kerak bo'ladi. Просто takka qanaqadir nima deydi, bizda mana shunaqa mahsulot bor, shunaqa sotuv qilyapti degan narsa aytilmaydi. To'g'ridan to'g'ri. Undan oldin biz o'sha uni ideyasini qilishimiz kerak, huquqlarni aniqlaymiz, rubrikalarni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Xullas, kontent plandan keyin biz o'sha g'oyalari va rubrikalarni ustida ishlashimiz kerak bo'ladi. Endi bu narsani tugatgandan keyin biz hamma narsani aniqlab, analizlarni qilib olganimizdan keyin kontent planlarini, maqsadli auditoriyalarni aniqlab, uni g'oyasi, rubrikalarini ham aniq qilganimizdan keyin nima qilamiz? Endi hammasini aniq qilib ssenariylashtirib chiqamiz. Ya'ni hammasini yozma ravishda yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ssenariy yozishda nima nazarda tutiladi? O'sha boshidagi gapirilgan gapirdan oxirigacha, misol uchun kadrlarigacha yozib chiqiladi. Bunaqa kadrda bunaqa gap gapiriladi. Birinchi kadrda bu gap gapiriladi, ikkinchi kadrda bunaqa gap gapiriladi. Bu kadr kerak bo'lsa, ssenariyni agar chuqur yozaman desangiz, uni rakurslarigacha yozib chiqishingiz mumkin. Qanaqadir referenslar berishingiz mumkin. Referens degani, ya'ni o'shanga o'xshash holatda, misol uchun mana shunaqa holatda kadr olinishi kerak deb siz referenslar orqali ham ssenariy yozishingiz mumkin. Xullas shunaqa. Demak, undan keyingi etapimizda bu ssenariydan keyin syomka etapiga o'tamiz. Aynan o'sha ssenariydan chiqib ketmagan holatda biz syomka qilib olishimiz kerak. Ssenariy ham o'zi bizga nimaga kerak deydigan bo'lsanglar, biz birinchi navbatda o'zimizga ham kerak. Undan oldin tayyorgarlik ko'radigan bo'lsak, qanaqa bizga nima deydi, detallar kerak bo'lishi mumkin, qo'shimcha materiallar kerak bo'lishi mumkin, oddiy qanaqadir lokatsiyalarni ham aniqlashtirishingiz mumkin. Mana shu uchun ham bizga ssenariyimiz kerak bo'ladi va bu narsa o'sha
biz ishlayotgan mutaxassisimizga ham qulaylik tug'diradi. Что qayerda qanaqa syomka qilyapti, qanaqa kiyim kiyish kerak o'zi o'tda, qaysi gaplarni gapirish kerak. Mana shu narsalarni ham oldindan o'zida уже tushuncha shakllanadi. Va mana shu narsalarni aniq qilgandan keyin biz syomka etapiga bemalol o'tishimiz mumkin. Syomkadan keyin va albatta eng oxirida montaj etapiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Montaj uchun ham biz agar alohida boshqa inson bilan ishlaydigan bo'lsak, o'sha montaj qiladigan insonga ssenariyni bersak, u ham montaj qilishi osonroq bo'ladi. Xullas, bu kadr ortida $1000 daromad qilishi etaplari edi. Xo'p, endi o'zi bu mobilograf, reels makerlik kasbi kimlarga to'g'ri keladi? Ya'ni kadr ortida ishlashni xohlaydigan insonlarga to'g'ri keladi desak bo'ladi. Bularga misol uchun yosh qizlar bo'lishi mumkin yoki-da uy bekalari bo'lishi mumkin. Ya'ni ertalabdan kechgacha ishlamaydi va o'zi xohlagan paytda o'zini grafikiga to'g'rilagan holatda, ya'ni juda ham ko'p o'quvchilarim uy bekasi. Ya'ni nima uchun bu kasbni tanlashadi desanglar, bolalarimga ko'proq vaqt ajrata olaman. Ularni bog'chadan o'zim xohlagan paytda o'zim olib kela olaman, ya'ni bolalarimni o'zim olib borib, o'zim olib kela olaman, ularga ko'proq vaqt ajrata olaman deydi. Ya'ni uy bekalarining juda ham ko'pchiligining muammosi aynan shu. Bolalariga ko'proq vaqt ajratish uchun ham shu kasbni tanlashadi. Undan tashqari qanaqadir boshqa ishi bor, yana qo'shimcha daromad qilishni xohlaydigan insonlar bo'lishi mumkin. O'zini daromadidan qoniqmayotgan bo'lsa, qo'shimchasiga bu ishdan bemalol foydalansa bo'ladi. Nimaga o'zi sizlarga reels makerlik haqida gapiryapman? Nega aynan bu soha boshqalardan yaxshiroq demoqchiman? O'zim misol uchun boya sizlarga gapirib berdim. Qaysi sohalarda o'zimni sinab ko'rganimni gapirib berdim. Misol uchun tarmoqli marketing bo'lishi mumkin. SMM mutaxassisligi bilan hattoki shug'ullanib ko'rganman. Aynan ulardan nimaga bu sohaga men o'tganman deydigan bo'lsanglar, bunda imkoniyat ko'proq. Ya'ni siz pul tikmagan holatda, juda ham ko'p energiyangizni sarflamagan holatda yaxshigina daromad qilishingiz mumkin bo'lgan va hozirgi kunda talab juda ham yuqori bo'lgan kasb. Misol uchun siz agar katta daromad qilaman desangiz, biznes qilishingiz kerak bo'ladi, to'g'rimi? Biznes degani bu risk hisoblanadi. Siz misol uchun oddiy offline magazin ochaman desangiz ham, uning ichiga qancha pul tikishingiz kerak, to'g'rimi? Uni keyin reklamasiga qancha sizni pulingiz ketishi mumkin. Aynan reels makerlik bo'lsa, pul tikmagan holatda siz o'zingizni lichniy brendingizni tanishishingiz mumkin va aynan shu reels makerlik orqali daromadingizni yuqori daromadlarga olib chiqishingiz mumkin. Misol uchun tarmoqli marketingda ham ishlaydigan bo'lsangiz, o'zini patologi bor, to'g'rimi? Unga yetib olguningizcha ham sizda qancha konkurensiya bor va bu narsa piramida bo'lganligi sababli juda ham ko'p bizning kategoriyalarimizga ham to'g'ri kelmaydigan tomonlari ham bor. Mana shunaqa xavfli tomonlari bo'lgan holatda ham aynan reels makerlikni tanlaydigan bo'lsangiz, bu yoqda imkoniyat ham ko'proq va katta risk olmagan holatda siz уже yaxshigina daromadga chiqib olishingiz mumkin. Men sizlarga bu narsalarni osmondan olib yoki qanaqadir taxminlarga asoslangan holatda sizlarga bu ma'lumotlarni bermayman. Shu kungacha 500 dan ortiq уже meni o'quvchilarim bor. Ularda juda ham ko'plab narsalarni sinab ko'rganman. Ular qanaqa etaplardan o'tib bu kasbga kelishganini ham bilaman, qanaqa qiyinchiliklardan o'tganini ham bilaman. Undan tashqari juda ham ko'pchilik o'zimning proyektlarim bor. Proyektlarimda ham qanaqa natijalarga erishganimni sizlarga o'zi bir qisminigina tushuntirib berishga harakat qildim. Mana shunaqa narsalardan o'tganim uchun, aynan reels orqali natija qilib bera olganim uchun va bu narsa faqat bittagina menda emas, 500 dan ortiq o'quvchilar o'qitib, ularda ham bu narsa o'xshagandan keyingina men bu narsalarni boshqa insonlarga ham tavsiya sifatida beryapman. Bu aytayotgan narsalarimni o'quvchilarni misolida o'zingizlar ham ko'rishingiz mumkin. Misol uchun Dilnozani hozirgi kunda o'sha daromadlari 1,5-2 ming gacha ham o'sha chiqqanlar. Har oy bularda har xil bo'ladi, ya'ni o'rtacha stabil 1000 deb olsagan bo'ladi. Bular ham misol uchun menda 0 dan kelganlar, oldin onlayn kurslarimda o'qiganlar, keyin offlayn kurslarimga ham qo'shilganlar. Xullas, mana shunaqa qilib hozirgi kundagi o'sha daromadlari 1,5-2 mingni tashkil qiladi. Undan tashqari Marjona degan o'quvchim bor. Marjonani o'zini Instagramda o'sha lichniy brendi bor. Lichniy brendini ham aynan o'sha reelslar orqali qurgan. Misol uchun uni ham nima deydi? Reklamalarga puli bo'lmaganligi sababli ham meni kursimda o'qigan. Meni kursimda o'qiganida ham ancha qiyinchiliklar haqida gapirib bergan. Hattoki kurs pulini to'lashga qiynalib to'lagan, lekin hozirgi kundagi o'sha daromadi o'sha insonni hayron qoldiradigan darajada, ya'ni 1,5-2 ming atrofida o'sha daromad qilyapti Marjona ham. Endi o'ylashinglar mumkin, mobilograf reels makerlar bunaqa daromadga chiqib olishi o'zi emas deb o'ylashinglar mumkin yoki qiyin deb o'ylayotgan bo'lishinglar mumkin, lekin aslida unaqa emas. Siz bunaqa daromadga chiqish uchun sizda ikkita yo'l bor. Ya'ni boya ham bu narsani ko'rib chiqdik sizlar bilan. Yana bir marta sizlarga tushuntirib ketaman. Birinchisi, bizneslarga xizmat ko'rsatish orqali siz daromad qilishingiz mumkin yoki-da o'zingizni brendingizni yuritib, rivojlantirib
rivojlantirish orqali ham siz daromad qilishingiz mumkin. Buni hozir bizneslar misolida ko'rsatib bermoqchiman sizlarga. Bu yerda statistikani ko'rishingiz mumkin. Bu 2024-yil statistikasi. O'zbekistonda 390 mingdan ortiq bizneslar ro'yxatdan o'tgan. Bu ro'yxatdan o'tgan bizneslar hali ro'yxatdan o'tmagan, ya'ni shunaqa o'zi biznes qilib shug'ullanadigan insonlar ham hali bundan tashqari juda ham ko'p. Bu hali ro'yxatdan o'tgan bizneslarning ro'yxati. 390 mingdan ortiq demak O'zbekistonda bizneslar ro'yxatdan o'tgan ekan. Endi agar buni biz hisoblaydigan bo'lsak, bitta mobilograf Reelsmaker 3-4 ta loyiha bilan ishlagan taqdirida ham bu 100 mingta mobilograf kerak degani bizga. 100 mingta mobilograf O'zbekistonda bormi? Nima deb o'ylaysizlar? Bunchalik darajada mobilograf hali O'zbekistonda yo'q. Bu hali yangi zamonaviy kasb hisoblanadi, ya'ni bozorimizda bo'sh. Talab juda ham yuqori, lekin taklif kam. Ya'ni bu degani biznes yuritadigan biznes egalari juda ham ko'p. Ularning har biriga Reels kerak, har biriga Instagram kerak bo'ladi. Ya'ni borgan sari onlaynlashib ketyapti hamma narsa, to'g'rimi? Demak, bu narsani onlaynga olib o'tish uchun bizga aynan mobilograf Reelsmakerlar kerak bo'ladi. Reelsmaker mobilograflar bo'lsa hozirgi kunda bozorimizda juda ham yetishmaydi bu narsa. Yaxshi mutaxassislar ayniqsa juda ham yetishmaydi. Bu narsaga talab yuqori bo'lganligini o'zingizlar ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Buni qayerdan ko'rib olishingiz mumkin? Qanaqadir vakansiya beradigan Telegram kanallar bor, to'g'rimi? Telegram kanallarga ham mobilograf deb yozadigan bo'lsangiz, qancha mobilograflarga vakansiyalarni ko'rishingiz mumkin. Yokida oddiy hamma foydalanadigan OLX saytiga kirishingiz mumkin. OLXga ham sizlar agar mobilograf deb yozadigan bo'lsangiz, mana o'zim ham yozib ko'rganman. Bugungi anaqa bu. Hali bu rus tilida yozilyapti. Mana rus harflari bilan mobilograf deb yozganda 350 ta объявление bizga chiqarib beryapti. Undan tashqari hamma qidirayotgan insonlar ba'zilari content maker deb berishi mumkin, ba'zilari reels maker deb berishi mumkin yoki Instagram mutaxassisi kerak deb berishi mumkin. Xullas, buni hali bittagina mobilograf deb yozganimizda rus tilida, buni o'zbek tilida yozsangiz yana boshqalari chiqib keladi. Boshqacha yozsangiz hali yana объявлениyalar juda ham ko'p. O'zingizlar bu narsalarni o'zingizlar sinash uchun ham ko'rsanglar bo'ladi. Undan tashqari boshqa saytlar ham ko'p. Bunga o'xshash saytlar juda ham ko'p. Misol uchun Headhunter.uz sayti bor. Undan ham juda ham ko'p vakansiyalarni topishingiz mumkin. Bunga o'xshash saytlar xullas juda ham ko'p. Sizlar o'zingizlar qaysilarini bilsanglar, o'sha yerdan bemalol poiskga mobilograf deb yozsanglar, juda ham ko'plab vakansiyalarni ko'rishingiz mumkin. Bu bizga nimani bildiradi? Ya'ni bozorimizda talab juda ham yuqoriligi. Ozgina yuqori emas, bu juda ham yuqori. Bizning bozorimizda talab juda ham yuqoriligini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi bu misollarimiz biznes egalari uchun biza kadr ortida ishlab qilib berishimiz mumkin bo'lgan narsalar edi. Endi biza ikkinchi yo'li bordik. Ikkinchi yo'li bu, ya'ni kim uchundir ishlash emas, aynan o'zingiz kadrda ko'ringan holatda, xoh ko'ring, xoh ko'rinmagan holatda, ya'ni o'zingiz lichni brendingiz orqali, o'zingiz sohangiz orqali daromad qilish. Buni men o'zim o'quvchimni misolida keltiraman sizlarga. Bular o'sha o'quvchilarim orasida rekord natija o'rnatdilar. 9 kunda 10 ming obunachi o'zlarini bloglariga olib kirdilar. Hech qanaqa reklama faqatgina Reels orqali, yaxshi analiz orqali va analizdan keyin boya aytgan hamma etaplarimni hammasini so'zma-so'z qilganliklari sababli bularda misol uchun hamma o'quvchi o'qiydi, hamma bilim oladi, lekin aynan bularda nimaga unaqa tez o'xshadi deydigan bo'lsanglar, har bitta o'rgatgan narsamni e'tibordan chetda qoldirmagan holatda har bitta bergan instrumentimni amalda qo'llaganliklari sababli, to'xtamaganliklari uchun, o'zlarida ham xohish katta bo'lgani uchun, harakatdan to'xtamaganliklari uchun va hamma bilimni amalda qo'llay olgan sababli 9 kunda 10 ming jonli obunachi yig'ganlar. Bu degani faqatgina obunachi emas, ya'ni o'zlarini maqsadli jonli auditoriyalari. Bularning profillari o'zi kosmetika sotadilar. Kosmetikada aynan o'sha insonlarning og'riqlarini o'rganib chiqqanlar. Bularning kosmetikasi qaysi insonlarga kerakligini o'rganib chiqqanlar. Mana shu orqali hozirgi kunda sotuvlari ham juda ham nerealniy tarzda oshib ketgan. Bilishingiz uchun bular prям noldan boshlaganlar. O'zlari kosmetika sotishga prosta qiziqaman deb kelganlar menga o'qishga va hozirgi kunda o'zlari o'ylamagan darajada o'sha natijaga chiqib ketganlar. Aynan mana shunaqa rezultatlarni ko'rgandan keyin, mana shunaqa insonlar ko'payishini xohlagan holatda biza aynan insonlarga foydasi tegadigan mutaxassislarni ko'paytirishni xohladim va bu uchun men Reelsografiya AI kursimni ishlab chiqdik birgalikda komandamiz bilan. Ya'ni Reelsografiya AI kursi, meni oldindan kuzatganlar bilishadi, o'zi Reelsografiya o'zi alohida kursim bor edi, lekin Reelsografiya AI bu yana ham obnovlenniyroq bizada kursimiz hisoblanadi. Buning ichida juda ham ko'p ma'lumotlar bor, yangi modullar qo'shganmiz. AI biladigan bo'lsanglar, bu ya'ni sun'iy intellekt belgisi, aynan sun'iy intellekt bo'yicha modullar qo'shganmiz. Xullas, mana shular haqida hozir sizlarga podrobno tushuntirib beraman. Xo'p, o'zi bu kursni men nimaga tashkil qildim? Bu kursni tashkil qilishda o'zi 3 ta asosiy maqsadim bor. Misol uchun, birinchisi,
aynan natijaga ishlay oladigan reels makerlarni yetishib chiqarish. Misol uchun, hozirgi kunda oddiy mobilografiya bilan shug'ullanadigan insonlar ko'p, ya'ni prosta syomka, montaj qiladigan insonlar hisoblanadi. O'zi mobilograflar. Aynan reels makerlar kim deydigan bo'lsangiz, uni analizi, content plani, ssenariylarigacha aralashadigan inson bo'lishi. Mana shunaqa qachonki siz mana shu content bilan ishlay olsangizgina, analiz, auditoriyalarni, ssenariylarni yozishni bilsangizgina siz natija qila olasiz. Natija degani bu o'zi sotuvni oshirish, to'g'rimi? Aynan mana shunaqa sotuvga ta'sir o'tkaza oladigan kuchli reels makerlarni ishlab chiqarish meni maqsadim bo'lgani uchun bu kurs tashkillashtirildi. Ikkinchi maqsadim aynan o'z ustida ishlab rivojlanadigan ayollarni ko'paytirish. Juda ham ko'pchilik ayollar uyda o'tirib qolgan holatda g'iybatga, bular bo'lmas narsalarga berilib ketishadi. Lekin meni maqsadim o'sha uyda o'tirgan ayollar ham bu sohadan bemalol foydalanib daromadga kirishi mumkin. Vaqtini bekorchi narsalarga emas, aynan foydali narsalarga sarflagan holatda, bolalariga ham vaqtini bemalol sarflagan holatda o'zlari ham daromad qilishlari mumkin. Bu ikkinchi maqsadim. Endi uchinchisi telefon orqali daromad topa olish mumkinligini isbotlash. Ya'ni bu narsaga juda ham ko'pchilik ishonmasligi mumkin. Hozirgi kunda telefon orqali daromad qilish mumkin emas. Hattoki shunaqa fikrlarni eshitganman, lekin aynan mana shu Reelsografiya AI orqali men bu narsani isbotlamoqchiman. Aynan telefon orqali bemalol katta, ya'ni $1000 dan yuqori daromadlarni topishimiz mumkin. Reelsografiya AI kursini sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Qisqacha tanishtirib ketaman. Reelsografiya AI kursimiz bizani 7 ta moduldan tashkil topgan. Bu modullarni har bittasi bilan sizlarni tanishtirib ketaman. Demak, birinchi modul bizda tezkor kirish moduli bo'ladi. Tezkor kirish modulida biz nima qilamiz? Birinchi navbatda hamma narsadan oldin o'sha maqsad qo'yish va rejalashtirish, ya'ni o'zimizni qayerga ketayotganimizni aniqlashtirib olamiz. Demak, undan keyingisi Reelsografiya AI kursiga kirish, Instagramda daromad qilish usullarini ko'rib chiqamiz, qaysi yo'llar orqali daromad qilish mumkinligini. Undan keyingisi ijtimoiy tarmoqlarni sozlash, ya'ni nastroykalarni qanaqa qilib telefon nastroykasi, Instagramimizning nastroykasi, qaysi ijtimoiy tarmoqlardan foydalansak o'shani nastroykalarini ko'rib chiqamiz. Undan keyingisi Instagram profilini professional qadoqlashni o'rganamiz birinchi modulimizda. Xo'p, undan keyingisi siz ya'ni tezkor kirish modulidan keyin nimalarni o'rganasiz? To'g'ri maqsad qo'yib, kursdan maksimalli foyda qanaqa qilib olishingiz mumkinligini bilib olasiz. Undan keyin aynan sotuv olib kela oladigan profil upakovkasini qanaqa qilib yozishimiz mumkin, shu narsani o'rganib olasiz va undan keyingisi video montajdagi asosiy qoidalarni o'rganib, reelslarni уже yaratishni boshlaysiz. Xo'p, undan keyingi ikkinchi modulimiz bizda mobilografiya moduli. Mobilografiya moduli bu ikkita mobilografiya moduli bor bizda. Bu birinchi mobilografiya moduli, bu boshlang'ich mobilografiya moduli, ya'ni 0 dan o'rgatiladi. 0 dan qaysi dasturlar bilan ishlaymiz, qaysi programmalar kerak bo'ladi bizga, telefon kamerasini nastroyka qilish, qanaqa qilib video olamiz, nimadan boshlaymiz, o'zini texnikalari bor, qanaqa texnikalardan foydalanamiz, montajda qaysi bizga programmalar kerak bo'ladi. Va undan tashqari boshlang'ich turdagi mobilografiyani, ya'ni oson bo'lgan montaj turlarini birinchi mobilografiya modulida ko'rib chiqamiz, ya'ni 0 dan. Undan keyingisi chiroqlar bilan ishlashni ham aynan shu modulda biz ko'rib chiqamiz, ya'ni boshlang'ich, ya'ni 0 dan o'rganamiz bu narsalarni. Mobilografiya modulidan keyin siz boshlang'ich darajada o'sha sifatli kadrlarni olishni, montaj qilishni o'rganib olsanglar bo'ladi bu moduldan keyin. Undan keyingi uchinchi modul bizda shaxsiy brend yuritish. Boya lichniy brend deb ko'p gapirdim dars orasida ham. Aynan mana shuni o'zi lichniy brend nimaligini, qanaqa qilib blogimizni konsepsiyasini tuzib olamiz, shu haqida darsligimiz bor. Shaxsiy brend uchun qanaqa pozitsiyada bo'lishimiz kerak, undan keyin qanaqa qilib yo'nalish tanlashimiz kerak, yo'nalish tanlashning ham o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Mana shuni darsimizda ko'rib chiqamiz. Blogimizda boya aytdim, qanaqa qilib biz shaxsiyatni ochib berishimiz kerak, mutaxassisligini ochib berishimiz kerak dedik. Endi mana shu narsani shaxsiy brend yuritish modulimizda podrobniy ko'rib chiqamiz. Blogda ekspertlik va shaxsiyatni ochib berish bizani bu modulimizga kiritilgan. Endi shaxsiy brend yuritish modulidan keyin siz shaxsiy brend yaratishni, bunda nimalarga e'tibor berishingiz kerakligini o'rganasiz. O'zingizning ekspertlik mavzuyingizda shaxsiy brendingizni qanaqa qilib yaratishni o'rganib olasiz bu moduldan keyin. Endi keyingi modulimizda bizda asosiy modullarimizdan biri bu Reels moduli hisoblanadi. Reels modulida boya aytganimdek qanaqa qilib auditoriyani chuqur analiz qilish mumkin, raqobatchilar analizi bor bizda. Mana shu narsalarni, undan keyingisi content plan turlarini ko'rib chiqamiz. Topga chiqadigan reelslarni qanaqa qilib ssenariysini yozishimiz mumkinligini ko'rib chiqamiz.
Undan keyingisi content plan tuzish, Reels'dagi qaysi mavzular uchadi, o'sha mavzular ro'yxati va u mavzularga qanaqa qilib o'zimizni sohamizni bog'lashimiz mumkin. Undan keyingisi Reels formatlari. Mana shu qaysi format bizga to'g'ri keladi, qaysi formatdan foydalansak qanaqa axvat bo'ladi. Mana shu narsalarni aynan shu modulda ko'rib chiqamiz. Bu moduldan keyin sizlar uchadigan Reelslar formulalarini o'rganib olasizlar. Ya'ni qanaqa qilib biz Reelslarni uchirishimiz mumkinligini bilib olasiz. Qanaqa qilib Reels orqali maqsadli auditoriya yig'ishni va sotuvni aynan Reels orqali amalga oshirishni shu modulda o'rganasizlar. Undan keyingisi boya aytgandek ikkinchi modul bizda mobilografiyaning ikkinchi moduli, ya'ni professionalniy mobilografiya moduli hisoblanadi. Bu modulda biz уже murakkab montaj turlariga o'tamiz. Sun'iy intellekt, tabiiy yorug'lik bilan professionalniy ishlashni o'rganamiz. Professionalniy programmalar, texnikalardan foydalanishni o'rganamiz. Texnikani qanaqasini ishlatishimiz mumkin. Mana shu narsalarni podrobniy ko'rib chiqamiz. Undan keyingisi tsvetokorreksiya, ya'ni ranglarni professionalniy sozlash hisoblanadi. Mana shu tsvetokorreksiya videoyimiz sifatli bo'lishi uchun bizda tsvetokorreksiya juda ham katta rol o'ynaydi. Mana shu tsvetokorreksiyani qanaqa qilib telefonda qilishimiz mumkinligini ko'rib chiqamiz. Undan keyingisi yana muhim jihatlardan bittasi bu ovoz bilan professionalniy ishlash, qanaqa qilib professionalniy yozishimiz mumkin. Montajda zvuk effektlar bor har xil. Mana shu narsalarning hammasini podrobniy bitta-bitta maydalab ko'rib chiqamiz va albatta murakkab переходlardan foydalanishni aynan shu modulda biz ko'rib chiqamiz. Endi bu moduldan keyin siz murakkab kadrlarni bemalol ola oladigan bo'lasiz. Professionalniy chiroqlar bilan ishlay olasiz. Svetlarni qanaqa qilib joylashtirsangiz video sifatli chiqadi, qanaqa texnikalardan foydalansangiz va qanaqa qilib professionalniy tarzda syomka montaj qilishni shu modulda o'rganib olasiz. Va boya aytganimdek AI moduli bor bizda, ya'ni sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt modulida biz montajda sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanishni o'rganib olamiz. Bilasizlar, hozirgi kunda sun'iy intellekt juda ham rivojlanib ketyapti. O'shaning uchun ham biz buni alohida modul qilib kiritganmiz. Sun'iy intellektda qanaqa qilib to'g'ri promptlarni yozishni ko'rib chiqamiz. Sun'iy intellektda rasm, video, ya'ni obloshkalarni hattoki generatsiya qilishni biz ko'rib chiqamiz bu modulimizda. Bu moduldan keyin siz sun'iy intellektlarda, ya'ni syomka montajda to'g'ri qanaqa qilib qo'llash kerakligini o'rganib olasiz. Xo'p, endi bizni yana bitta asosiy modullarimizdan biri bu mijoz topish va sotuv. Biz endi shuncha bilimimiz bor. Endi o'sha bilimlarni qanaqa qilib sotishimiz mumkin? Ya'ni o'zimizni bilimimizni qanaqa qilib o'sha mutaxassislarga sotishimiz mumkin? Qanaqa qilib mijozni topsak bo'ladi? Qayerdan topamiz? Qanaqa qilib ular bilan ishlaymiz? Qanaqa qilib peripiskada ular bilan to'g'ri gaplashish? Uchrashganda qanaqa gaplashishimiz kerak? Qanaqa qilib uchrashuv belgilaymiz o'zi? Va uchrashuvda qanaqa qilib sotishimiz kerak? Mana shu narsalarni aynan shu modulda ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu moduldan keyin siz mijozni qayerdan topishni, ularga qanaqa tartibda xabar yozishni, uchrashuv belgilashni va aynan sotuv texnikalarini o'rganasiz. Bularning hammasi bizning asosiy 7 ta modullarimiz edi va bu asosiy 7 ta modulimizdan tashqari bizda 2 ta bonus modulimiz ham bor. Buni birinchisi target. Aynan mana shu safar biz targetni qo'shishni ham qaror qildik. Bu target modulini bizda kim o'tib beradi? Avazbek Amanbayevdan targetni professionalniy tarzda o'rganishingiz mumkin. Bular 2 yildan ortiq marketingda o'sha tajribalari bor. $100,000 dan ortiq byudjetlarni boshqarganlar, ya'ni tushunishingiz uchun juda ham katta pullar bilan ishlab ko'rganlar va katta natijalar qila olgan mutaxassisdan siz professionalniy target yoqishni o'rganib olishingiz mumkin. Undan keyingi modulimizda, bonus modulimizda bu istoriyada progresslar qilish, ya'ni istoriyada progress qilishni bizning mehmon spikerimiz bor. Ishoninglar, ular ham juda ham kuchli mutaxassis. Bularning hozircha kimliklari sir. Sizlar haqida, kursimiz haqida yana ham to'liqroq ma'lumotlar olmoqchi bo'lsangiz, sizlarga pastda link qoldiramiz. Aynan mana shu link orqali ro'yxatdan o'tgan dan keyin narxlari bilan tanishishingiz mumkin. Kurs ichida nimalar bo'ladi, qanaqa tartibda bo'ladi kursimiz va undan tashqari bonuslarimiz juda ham ko'p. Bularning hammasini haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Pastdagi link orqali o'tib ro'yxatdan o'tsanglar bo'ladi. Darsni oxirigacha ko'rgan har bitta insonga rahmat, vaqtingizga rozi bo'linglar va sizlarga aytilgan, va'da qilingan sovg'amiz bor. Darsni oxirigacha ko'rganlarga profil upakovkasi darsini ham sovg'a qilamiz deb va'da bergandik. Buni ham linkini pastda qoldiramiz. Ko'rishingiz mumkin. Bizda ro'yxatdan o'tish uchun alohida link va bonusni olish uchun alohida link beriladi. Mana shundan o'zingiz bosib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Hammaga rahmat. Darsda ko'rishguncha xayr.